Pro akalar yo'l berishib, prosta yorvordinglar. Men bunaqa natija kutmadim. Toshkentdagi avtotuning akalarimiz tez tibbiy yordam mashinasidan bitta eksperiment o'tkazgan ekan. Biz ham buni Andijonda sinab ko'ramiz. Andijondagi Devonvoy masjiddan boshlab Ablasnoy Bannisagacha bo'lgan masofani qancha muddatda bosib o'tamiz. Biz manzilga yetib keldik. 4 daqiqa 50 sekundda Javohirga yurish prosta yorvordik. Andijonlik shofer akalar, sizlarga alohida respekt. Akalar, sizlardan bitta iltimos, tez tibbiy yordam mashinasini ko'rganda albatta yo'l beringlar. Bugun bu mashinaning ichida siz uchun begona inson, ertaga yaqiningiz bo'lishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kimingizdan tutib qo'yishni o'zingizlar bilasizlar.